Uyg'urlarning Xitoydagi zavodlarda majburiy emgakka selinayotganligi haqidagi dokladlarning davomliq o'tirg'a chiqishiga ergishib, Uyg'urlar va Yaponiyadagi kishilik huquq tashabbuschilari Yaponiya shirkatlarini o'zlarining ahvolini to'nib yetishga va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatiga texmo ahamiyat berishga chaqirdi. Yaponiyada yashayotgan 42 yoshlik bir Uyg'ur Yaponiya matbuotlarga qilgan so'zida Yaponiyadagi kishilar balkim Yaponiyaning bu masala bilan munosabati yo'q deb o'ylashi mumkin. Ammo amaliyotda undaq emas. Yaqinqi 2-3 yilda aloqalashmagan tuqqanlarining yoki Yaponiyada yashaydigan boshqa Uyg'urlarning oila a'zolarining u yerda ishlaydiganligini bilish azobli bir ish. Uni qanday tasvirlashni bilmayman dedi. Yaponiya vaqt gazetining xabar qilishicha, 28 avgust Tokioda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bir turkum Uyg'ur va ularning qo'llovchilari Xitoyda zavodlari bor Yaponiya shirkatlarini ta'minlash zanjirini atrofli tekshirib, ularning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chetishlik yoki emasligini bilishga chaqirgan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish va irqiy qirg'inchilikni anglatish va Xitoy jazo lagerlariga qamalgan tuqqanlari haqida guvohlik berish uchun yo'lga chiqqan Uyg'ur yoshlarining Anqaraga kirishi to'sqinlikqa uchirdi. Anqarada o'tkazilmoqchi bo'lgan axborot e'lon qilish yig'iniga atlangan 18 nafar Uyg'ur yosh, ayol va bolaning ommaviy tartibni qalaymaqonlashtirish bahonasi bilan Anqaraga kirishdan cheklanishi ijtimoiy taratqularda norozilik paydo qildi. İjtimoiy taratqulardagi ma'lumotlarga asoslanganda, ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan bir guruh Uyg'urning 6-sentabr Anqaraga kirmoqchi bo'lganda soqchilarning to'sqinligiga uchirgan va Istanbulga qaytarilgan. Hongkongliklar yana keng ko'lamlik namoyish o'tkazib, qonun kengashi saylamining kechiktirilganligiga norozilik bildirdi. Namoyish jarayonida soqchilarning qattiq qo'l tadbirlari sababli namoyishchilar bilan soqchilar orasida to'qinish yuz berdi. 289 namoyishchining qonunsiz yig'ilish jinoyati bilan qo'lga ilinganligi bildirildi. Hongkongda minglagan kishi 9-oyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qonun chiqarish majlisi saylamining 1 yil kechiktirilganligiga e'tiroz bildirdi. Erkin Hongkong shuari bilan yurish qilayotgan namoyishchilar hukumatga qarshi lozunglarni ko'tardi. Namoyishchilar bilan jiddiy bexatarlik tadbirlari qo'llangan soqchilar orasida jiddiylik kuchaydi. G'azablangan namoyishchilar o'zlariga yosh oqquzish bombasi otgan soqchilarga suv potilkasi etib qarshilik bildirdi. Ko'chalar jang maydoniga aylandi. 289 namoyishchi qonunsiz yig'ilish jinoyati bilan qo'lga olindi. Amerika hukumati WeChat va TikTok qatorli Xitoy detallarga qarata bir qator tadbirlarni qo'llangandan keyin Xitoydagi eng chong yerim o'tkazgich ishlab chiqaruvchi Xitoy elektron texnologiya guruhi bilan savdo munosabatini uzishni o'ylashmoqda. Washington Posta gazetining Amerika davlat mudofaa ministrligining bu vaqtdagi uchurlardan naql elib xabar qilishicha, Trump hukumati Xitoyning yerim o'tkazgich ishlab chiqarish xalqaro guruhini qora tizimligiga kirgizish masalasi muzokara qilinmoqda ekan. Xabarga qaraganda, agar Xitoyning mazkur shirkati Amerikaning muassasa tizimligiga kirgizilsa, mazkur shirkatning mahsulotlarini Amerikada setish ishi tashlashadi ekan. Bu shirkatning mahsulotlari ustidan elib beriladigan tekshirish kuchaytirilib, shirkat Amerikaga mol kirgizish uchun alohida ijozatnoma iltimos qilishga to'g'ri keldi ekan. Yaqında Amerika va boshqa davlatlardagi minglagan oilaga Xitoydan manbalik urug' posilkasi avatilgandan keyin dunyodagi eng chong elektronlik savdo shirkati Amazon Amerikada chet el urug'ini setishni cheklanganligini e'lon qildi. Amazonning bu qarori Amerikadagi minglagan uyga avatilgan urug'larning elektronlik savdo torbatlarida setilishi va buning Amerikaning dehqonchiligiga ziyon yetkazishining oldini olish uchun chiqarilgan. Bu yil 7-oyda Amerika dehqonchilik ministrligi fuqarolardan o'zlariga kelgan Xitoy manbalik noma'lum urug'larni termasligini, buning yezi egilikka ziyon yetkazishi mumkinligini e'lon qilgan edi. Bu sirliq o'ralmalarni tekshirish natijasida yolpoz, qicha, tetitqo, lavangul, sazliqgul va atirgul qatorliq 14 xil o'xshamagan o'simlikka tava urug'larning borligi oshkorlangan.